Kichiklikda Büyüklük nomli kitobning 3-qismi. Chaqmoq kabi hislar. Davom. Qimmatlik bo'layotgan narsa. Sening qaynoq sahra hayoti esingdimi? Tang tushlaring bilan birga o'ynagan, cho'nglar nurg'un ishlarni birga qilishadigan, kishilar bir-birining uylariga kirib paranglashib chiqib ketishadigan. Tor texnikasi dunyoni g'oyat zo'r o'zgartirib o'tdi. O ijtimoiy hayotni rangaranlikka, iqtisodiy hayot unumdorligiga yıkılgandek bo'lgani bilan xususiy hayotni abjashlikka, kishilik munosabatni iniqsizlik so'rab kirdi. An'anaviy kasblarning ba'zilarini o'ldirdi. Til, e'tiqod, millat, jo'grafiyalik o'rin tushanchisini chak-chikidan bo'sishga boshladi. Chechanlar uni fursat deb bilgani bilan fursatparastlar artist bo'ldi. Qalbi suzuklar puchlangani bilan dapshaqlarning kuni tug'di. Biroq har qanday hasrat muayyan harakatning jo'g'inish jarayonidir. Buningdan keyingi ijtimoiy olamning qiyofati shiddat bilan o'zgaraydi. Ruhiy kasallarning soni ortib ketdi. Anlamagan hikoyalar, tasavvur qilmagan ishlar yuz berdi. Hayot almisaqdan insonlarni silkib kelgan. AI, ya'ni sun'iy aql uchqandek taraqqiy qilayotgan bugungi kunda yetib kelish oldida turgan hayot kishilarni texnik qattiq silkaydi. Shunga hozir qimmat bo'layotgan narsa anglashdir. Nimani anglaymiz? Qalbimizning tevishini, jamiyatning ritmini, dunyoning yuzlanish sadosini. Anglash, zihin qo'yib astoydillik bilan anglashdan maqsad tushunishdir. Ya'ni o'zimizni, hayotni, boshqalarni ham dunyoni tushunishdir. O'zimizdan so'rab baqaylik. Qanchamiz jimjit kechida tanho holda ko'kka qarab, oy va yulduzlarni kuzatib, koinotning cheksizligini, hayotimizning qisqaligini o'ylab baqdik. Qanchamiz balliqimiz qolgan izlarni izlab baqdik. Qanchamiz yashanganlarimizni tinglab baqdik. Urug' tuqqan va do'stlarimizning hal ahvolini so'rab baqdik. Menimcha hozir hayotimizda aqliy yo'sindagi anglashni hissiy ma'noga ko'rish egallab oldi. Menimcha bu bak uzun davomlashmaydi. Ammo bir kuni real hayot yanada butun mavjudotni silkib qo'ydi. 2024-yil 16-noyabr. Qilish tegishli ishlar. Agar bundan 30 yil ilgari menga bunday nasihatlar berilgan bo'lsa, men uningga amal qilgan bo'lsam, balkim bugungi kunda men to'liq parlaq bir hayot yashayotgan bo'lardim. Ey o'g'il qizlar, hayotning qisqaligi, vaqtning qimmatligini ko'rsatganda, manlik, muvaffaqiyatli yashayman desanglar, bunu ishlarni cho'qim qilinglar. Birinchi, ko'p kitob o'qi, o'ylan va xulosangni turmushingga tatbiqla. Ikkinchi, bir necha xil dunyoviy tilni yaxshi o'rgan. Shunda dunyoda nima bo'layotganligini yaxshi tushuna olasan. Uchinchi, hayotini planla, o'ylarini tizginlab, nishon bekitgan hamon uninga atlan. To'rtinchi, tafakkuring cho'nqur va shu qadar yiroqni ko'ra olsunki, zamondoshlardan olib ketsin. Beshinchi, boshqalardan farqli bo'l. Bu deganlik haqavir bo'l deganlik emas, balki qat'iy va jasur bo'l. Hayotda qilib qolgan ramkalarni buzishga jur'at qil. Oltinchi, cho'qim o'zingni kuchaytirishning fursatini izla. Bu sog'lom yashash, ilm qo'g'ilib yashash va iqtisodda mazmun bo'lib yashashni ko'zda tutdi. 7. 3 narsani, ya'ni vaqtni, kishilik munosabatni va shaxsiy mulkni yaxshi boshqarishni bil. Keyingi ikkisi vaqt ichida yuz beradigan bo'lib, kishilik munosabatni yaxshi bir tarafga qilganda behuda ko'ngil og'riqdan saqlangan bo'ladi. Shaxsiy mulkni yaxshi boshqarish nomrahatchilikdan qo'g'daydi. 2024-yil 17-noyabr. Dekabr, qor va bu yer. Qorni sovuq deydi kishilar, lekin uni go'zal bilaman. Dekabrda yaqqan qorlarni ajoyibli yaxshi ko'raman. Men tug'ilgan qorliq tog'liqda dekabrning go'zal kunida so'ygim cho'nqur qorga tog'larga, chunki ular meni so'ydida. Men yoshlikka qadam bosganda mabdum bo'lgan qorliq saharga xiyollarim sayli qiladi dekabrda qorliq shaharda. Irg'ib turib sahar o'rnimdan yuguratdim qorliq yo'llarda, yenik ammo tiz olgan qadam meni o'chi qiladi go'yo. Kuvajaydi yoshlik hislarim, irodammo baratdi chingib, po'sh demaydim xili ishlarni men yashaydim olg'a intilib. Har dekabr kelgan chig'ida men aslayman ashu chog'larni. Kuch olgandek bo'laman qayta kichiklatib oshqan yoshlarni.
Biri so'rab qoldi tunigun, bu shaharda turibsiz uzun, ya hech yerga ko'chib boqmabsiz, nima sabab qildi bak turg'un, dedi manga qaqaqlab ketib. Sadaqtim cho'nqur odamman, u shaharga o'xshar bu shahar, qorlarini so'yib yashayman. Hech bir yerga kelmaydi ketgim, yo'llarida qolgan izim bor, titrigim bor so'g'uqlarida, qorlarini quchoqlab avval. Bar bu yerda yoshlik kechmishim, azoblarim hamda shodligim, chidamayman tashlab ketishga, bunda bino bo'ldi barlig'im. Har dekabr kelgan chig'ida aslimida ko'nglimda kino, tag'la bag'la balliq yoshlik eslarimni kuvajdidu. Bu dekabr qor yoqqan kuni yetib keldi ikkinchi yoshlik. Shunqar bo'ldim birinchisida, burkut bo'lay bu rab qayoshliq. 2024-yil 6-dekabr. Keyingi 3 do'kondagi Vyetnamliklar. Bu yerda ko'chmanlarning kasb tanlashdan kelib chiqqan madaniyat arq ko'rinishiga qarab, terishlik uchun tanlagan kasblarda maxsus ish bor. Diqqat qilsam, Vyetnamliklar ayollarning tirnoqini yasash va kir yuvish, dazmollash, quritish va boshqa ishlarni qiladi ekan. Osiyodan kelgan bu ko'chmanlarning tafovutini va ularning bola tarbiyalanishini hargiz salchaqlamang. Ayolim mahallamizga yaqin bozordan o'zi Vyetnamda tug'ilib cho'ng bo'lgan ayol ochgan mushundaq do'kondan birini tepib olibdi ekan. 16 yildan beri shuni ishlarimizni qilg'izimiz. Uning yo'ldishimi, uning yordamlashib ishlaydigan ikki xizmatchisimi Vyetnamlik bo'lib, intayin samimiy, do'stona xushro'y kishilar. Bir-biri bilan Vyetnam tilida so'zlashadi albatta. Xaridorlar bilan qo'yiq Vyetnam og'ang singan ingliz tilida so'zlashadi. Bu ayolning inglizchasi ravon bo'lsa-mu, Vyetnamcha og'ang so'zlashi yumoristik tuyuladi. Onun do'koniga kiyim tashlab bag'il bag'inimda do'kondagi hammasi mening bilan do'stona paranglashib chiqadi. Ayoling qandaqroq deydi bu ayol bir xil Vyetnamcha ahangda. Uning ovozi go'yo burnining ichidan chiqqandek tuyuladi. Xo'jayinim dedamsan, bugun u xizmatda deyman men chaqchaq qilib. U tirikchan ayol, qara ishlayotibdi deydi u. Meni ishga buyurgan odam xo'jayin bo'lmay, o'zining xizmat qilayotgan odam xo'jayin bo'lamdi desam piqildab kulib ketdi. Ayolning oldida kiyim tikish mashinasi bo'lib, qo'limi, putimi, og'zim harakatda. Men gap qilgandiki, chiroyim ham harakatda, chunki kuldi-da. Men uning yeriga qarab, ayolingni bo'za qilma deb qo'yman. Kulimsirab turadigan bu yuvashar, u mening xo'jayinim do'st, o texi meni bo'za qildi deydi kulib turib. Suhbatlarimizni anglab, do'konda ishlayotgan ayol xizmatchilarni kulishib ketishdi. Men qaytish oldida u ayol menga jikelaydi. Xonimingga meningni salomlaydi. Men uyga kelganda Vyetnamlik ayolning salomini xo'jayinimga, ya'ni u ayolning shivista, xuddi ovoz burnimning ichidan chiqqanda shaklda yumorli qilib yetkazman. Go'zal ayolning salomini yetkazgan. Say hi to your beautiful wife from me. Ayolim bu gapimga toza iran qilmay qolsa, yana takrorlayman. Shuning bilan uning yuzi kuladi. O'tgan yil yozda cho'ng mashinada bir necha kishi bilan bir to'ydan birga yenib qoldik. Rol mening qo'limda. Bir necha soatlik safarni o'ngishli besish uchun paran qilib mandiq. Vyetnamlik ayolning hikoyasini so'zlab berib, uning bilan deyishgan gaplarni do'rab bersam, mashinada hammaylar bak qilib kulishib ketishdi. Yenimda o'tirgan raqamsayam gaplarini nozirini bejib ketyapti. Bir chog'da qarasam, mashinaning keyinda o'tirgan biri menga bir gap deyman deb Vyetnamcha so'zlab soldi-da, hammaylar qaqaqlab kulib ketishdi. Bir hazardan keyin yenimdagi yigitning uyiga yaqinlab qoldik. O yigit aka uyda tatliq shapli bor, kirmasang bo'lmaydi deb turib oldi. Yaxshi gap deb uning uyiga kirdik. Bir nechimiz paranglashib tursak, to'nglatqini ichayotgan ayliqi enimiz o'zimizga Vyetnamcha ohangdagi inglizcha bilan nimiz demoqchi edimmi han deb so'zlab yuradi. Buni anglab hammaylar qaqaqlab kulib ketishdi. Bu yerimiz 2 daqiqa o'ng'aysizlangandan keyin o'zim yeyib kulib ketdi. Demak, qiziq tuyulgan narsa, kishini xush qiladigan narsa odamga tez yuqadi ekan. Bugun qishliq paltoni yug'izish uchun Vyetnamliklarning do'koniga borsam, ular meni ko'rib qo'shib ketishdi. Vyetnamlik ayol o'g'lining danglik oliy maktabning matematika kasbini bitirib xizmatga tushganini faxrlanib so'zlab ketdi. Uning o'g'lini men ilgari do'konda nurg'un qitim ko'rgan edim. Demak, Asiyolik ota-onalar o'zlari mushundaq jafoliq ishlasimi, bolalarini yaxshi o'qitishga bak ko'ngil bo'ladi. Shunga bu davlatda Asiyolik ko'chmanlarning kirimi oldingi qatorda turadi. Dunyoda sababsiz ish bo'lmaydi. Yuksalishmi, ro'naq tepishmi, shu. Namratlish, cho'kishmi ham shu. 2024-yil 9-dekabr. Ziyondan saskinish, loss aversion.
O'tgan asrning 70 yillarida bosh ko'targan harakat iqtisodshünasligi, uningdan 2 asr burun barliq kelgan klassik iqtisodshünaslikdan ozuq olgan idrak iqtisodshünasligiga qarshi nuqtadan chiqib, kishilarning tanlashlarini ko'z tutadi. İdrak iqtisodshünasligi kishilar tanlash ilib borganda hissiyotning ta'siriga uchramaydi. Foyda ziyonni dangsa foydasi zo'r bo'lgan tanlashlarni qiladi deb qaraydi. Harakat iqtisodshünasligi bu qarashni rad qilib, real dunyoda yashayotgan kishilar his tuyg'ularining ta'siriga uchrab, kayfiyatida o'zgarish bo'lganda tizli qaror chiqarib o'tadi. Hamisha iqtisodiy modellarning faraz qilgandek harakat qilmaydi deb qaraydi. Harakat iqtisodshünasligida hozir putirab turgan qarashning biri ziyondan saskinish bo'lib, ma'lum muomilada masalan pay bozorida 10 ming so'm ziyon tortgan kishining chekkan hasrati pay bozorida 10 ming so'm payda olgan chog'da erishgan xushalligidan kam deganda 2 gas yuqori bo'ladi. Ya'ni kishilar ziyondan bakla saskinadi. Sizning bu qarash sizga mushamdi? 2024 yil 23 dekabr. Eski chopanning ichida odam bor. Yuqoridagi so'zning qachon va nima sababdan aytilganini uqmayman. Ammo aqlimni bilsam, kishilar aytishib yurishidi ekan. Cho'ng bo'lgan sari men u so'zdan har xil ma'no chiqarib keldim. Ammo ularning ichida bakrak muvofiq tuyulgani bak namrat ko'ringan kishi, balkim Xililbay kishi. Uning misolini men Yusuf Kam ismli dadamning xizmatishi deb bilaman. Yusuf Kam oddiy kiyinib yuradigan, qishda paxtliq chapanning ichida shumshib, qo'llarini uning yengi tiqilib, so'zmalarning orasida tashdek cho'kadigan, bir jonliqqa qattiqroq gap qilib sanmaydigan kishi edi. Uni hamma kishi boy deyishadi. Uyga chashqan qismi yomonlab chiqadigan bu kishini boshqalar nima ishga boy deydiganda deb hayron qolatdim. Texim cho'ngroq bo'lganda uqdimki, Yusuf Kamning tijoratga ib borishgan. Idora va qo'shni kentlarda kishilar qo'y o'chki so'yganda ularning terisi va ochiq uchini yig'ib 10 tiyindan ilib Qashqardagi tashqi savdo idorasiga yoki bozorga olib 1 so'mdan sotadigan to'q. U chaqlarda 1 kilo qo'y go'shti ko'p bo'lsa 1 so'm edi. Birisiga jiddiy pul lozim bo'lib qolsa, hech kimdan chiqmasa shu Yusuf Kamdan chiqadi ekan to'q. Esimni qilishicha, u odamning chopini haqiqatan ko'n edi. Turqi qarasa odamning ichi og'riydi, ammo rahmat bakli ishchan edi. Xo'sh. Endi nima ish qilib buni men deb qoldim, aslab qoldim. Pulning psixologiyasi degan kitobning avtori Morgan Housel deydi-ki, haqiqiy boy odam 100 ming dollarga mashina, 10 ming dollarga soat ilinib taratquda ko'z-ko'z qilib yurgan kishilar emas, balki omonat qo'yish odatini yetildirib, azozdan bo'lsa-mu tuvandan narxli ko'rsatkich paylarini, g'azini zoimlarini va yer mulkni shundaqla yaxshi bir tijoratni sotib oladigan, chiqimi kirimidan tuvan bo'lgan kishilardir. Men bu xulosani o'rinliq deb bilaman. Aslida odam ma'lum fanning doktori bo'lishdan avval boylik to'plashning o'ttir maktabini a'lo o'qib o'tish kerak ekan. Shundaqmi kishi qat'iy niyatga kelsalar, behuda ishlarga pul xarjlamaslar va yoki vaqt sarf qilmaslar, hech kim hech nima kechikkani yo'q. Afsuski, vaqt saqlab turmaydi hech ishga. Shunga darhol zehn yig'ish lozim. 2024 yil 23 dekabr. Kelgusida nimalar qimmat va qadrli bo'ladi? İnsanlar arasındaki mehr muhabbet, dostlar arasındaki hürmet ve qollash, tuqqanlar arasındaki köyüm ve şefkat, ictimai tarafqut görünmeydiğin kişiler. Anasının tili ve atasının örf adetleri, annenevi yemeklikке bo'lgan intilish, oddiy ammo ko'ngli ozodi bo'lgan hayotga talpinish. Yog'och toshdan bitgan imorat, ximiylik o'qitilgan ziroat, xosliqi namoyon bo'lgan san'at, yaxshi ish qiladigan yaxshi odamlar. O'g'il qizlarni mehr bilan o'stiradiganlar, qobiliyatli, mas'uliyatchanlik kuchli yoshlar. 2024 yil 24 dekabr. Poda ta'siri, herd effect. Siz sahroda tog'larning orasida qo'y qolib beqib baqqanmi? Agar beqib baqqan bo'lsangiz, cho'qim bundaq bir ishga diqqat qilgan bo'lishingiz mumkin. Ularning topida sarkisi, ya'ni boshlamchisi bo'ladi. Siz shu sarkini idora qilsangiz-da, boshqalar shuni agishadi. Ularning topini biz tilimizda poda deb ataymiz. Siz podaning sarkisini qayoqqa aytsangiz, boshqalari uning agishadi. Qo'y kallarning o'z topidan ayrilib qolmaslik uchun ularning sarkisining kaynidan agishmanishi, ya'ni ko'p nimani tanlasa, boshqalarning shuning agishi psixologiyada poda ta'siri deb ataladi. Ya'ni herd effect deb ataladi. Bu xil shaxslarning o'zining aqliga tayinib emas, ko'pchilikning nima qilayotganiga qarab o'z harakatini ularga moslashtirishi shaxsning harakatining poda ta'siriga uchraganligidandir. Kishilar ijtimoiy va iqtisodiy hayotning har qaysi sohalarida har doimdagidek poda ta'siriga uchrab turadi. Pul muomala bozoriga mablag' soluvchilar kishilarning ma'lum mulkni, masalan, bitcoinni yoki paychekini baslashib sotib olayotganligini ko'rganda,
Ular bu iqimga ergishib ketadi, pul ma'muli ko'pgina paydo qilib, oxirida so'nishni keltirib chiqaradi. 2008 yil yuz bergan öy-mülk bozoridagi cho'kish sababidan kelib chiqqan pul ma'muli krizisimi dal pada ta'sirining rol o'ynaganligidandir. Kishilarning kiyim-kechak va yemak-ichmak jihatda o'zgarish qilishimi ularning pada ta'siriga uchraganidir. Ma'lum kiyim-kechakni nurg'un kishilar kiysa, ularga boshqalarni ergishadi. Biz oliy maktabning yuqori yilga chiqqanda O'rta Osiyoning paltosini kiyish moda bo'lgan. Ayni chaqda men uningdan mustasno bo'lmagan. İctimai taratquv vositalarida ma'lum mazmun ko'p ko'rilsa yoki ma'lum odamlar har xil narsalarni so'zlash yoki ko'rsatish orqali cho'lponga aylansa, yana cho'lponlikning ma'nosini o'zgarib ketdi hozir. U boshqa nurg'un kishilarda aks sado paydo qiladi-da, ularni o'zlarining mavjud qarashlarini o'zgartirib, shularni to'g'rashga, shularga ergishish ko'zildi. Demak, bu jihatda hozir ko'rilayotgan ishlarni pada ta'sirining rol o'ynayotganidir. Pada ta'sirining ham yaxshi, ham ziyonli taraflari bor. Bu haqdagi mazmunlar qiziqmaydi deb o'ylab, gapimni mush yerda kesdim. 2024-yil 29-dekabr. Pada ta'sirining ziyonli taraflari. Uzun yillar ilgari men to'liqsiz yataqliq maktabda o'qiyotganimda, savdo do'konlari uzun yil ambarda besilib qolgan sigaretlarni 5 sentdan to'kma qildi. Bu o'g'illarning tamoq chekishiga sabab bo'ldi. 12 yoshlardagi menmi sigaret elib chekishga boshladim. Chunki ko'pdan ayrilib qolishdan ansirgan edim. Dadam buni bilib qolgandan keyin bangiligimni tashladim. Bu dal pada ta'sirining ziyonli tarafiga yaxshi misol. Mablag'chilikdimi pada ta'siriga uchrash kishiga ziyon olib keladi. 2008 yilda yuz bergan krizning sababi banklarning qudrati bo'lmagan kishilarga qarz berish tufaylidan kelib chiqqan bo'lib, shu chaqlarda ko'p uy sotib olsa boy bo'g'li bo'ladi degan qarash bilan o'zining kirim bilan hisoblashmay qarz elib uy sotib olish moda bo'lishga boshlagan edi. Kriz yuz berganda, shu uy olib olganlar u uylarni banklar tartibsiz qolmasdan yana qarzini to'lash uchun o'zi o'ltirayotgan uylarni sotishga majbur bo'lgan edi. Aksiya bozorida pada ta'siriga uchrab ma'lum aksiyani talishib ilib ziyon tortadigan ishlar doim bo'ladi. Undan sirt ijtimoiy taratquda moda ishlariga ergishishning foydasini ziyoni ko'p. Shunday bo'lganlikdan men ijtimoiy taratquv bilan haplashmayman. Boshqalarning uchraganlik so'ringa yo'l qo'yib o'tishi, uning nimaga ko'p intilsa shuni to'g'rilab qarashi, yana pada ta'siriga uchragandan bo'ladi. Ba'zida zerikishlik odam bo'lganmi yaxshi. Ma'lum ishni qilishning fursat tannarxini o'ylab, agar uning tannarxi yuqori bo'lsa, uni qilmaslik kerak. Bundan 12 yil ilgari bu yerda Chechenlar pushtidan bo'lgan 2 yoshli aka marafonchi yugurish musobaqasini ilib berilayotgan maydonda bomba portlatib, begunoh kishilarga zaxm yetkazdi. Shu chaqda do'stlar telefon qilishdi. Bir do'stimning buni gapi aniq yodimda turibdi. Biz saboqdoshlar bir yerda to'xtagina xabarni anglab boshqalar sendan ansirashga boshladi. Men ularga xotirjam bo'linglar, qaysar odam ko'p to'plashgan so'rang hargiz bormaydi dedim. Do'stim to'g'ri debdi. Men odamlar bak havas qilgan yerlarga berib ketmayman. Odamlar bir narsaga bak intilib ketganda undan hazar aylash kerak. Xulos qalam, pada ta'siriga uchramaslik uchun mustaqil fikr qilib hukm chiqarganimiz yaxshi. 2025-yil 2-yanvar. Kulrang karkidan hukmi qandaq gap. Qaraqo metaforaga o'xshash, kulrang karkidan hukmi yuz berish ehtimolligi bo'lgan, yuz berganda ta'siri g'oyat zo'r bo'ladigan, ammo kishilar sal qaraydigan voqea va hodisalarni ko'rsatadi. Karkidan munguzlik g'oyat zo'r hayvon bo'lib, agar u itilib kelsa, o'zini yonga olib qocha olgan odam zaxmiga uchramaydi. Karkidan suvatgan odam yanchilib ketadi. Xuddi karkidan ko'zga osonchilik qanday, ijtimoiy iqtisodiy turmushda ba'zi narsalarning yo'linishiga qarab oqibatning qandoq bo'lganligini bilish mumkin bo'lsa-mu, ammo kishilar buni sal qarag'achqa falokatga uchraydi. Ba'zilar AIDSga o'xshash vaboni kulrang karkidan hodisa deb qaraydi. Hatto ba'zilar buni shaxsiylarga tatbiqlaydi. Masalan, badanning ma'lum yeriga kutilmagan qadoq chiqib kelish, ichki a'zodan qon kelish qatorliqlar kishilar diqqat qilishga tegishli sog'lomlik masalalar bo'lib, buningga sal qaragandan keyin og'ir kasallik karkidoniga yanjilib ketadigan ish chiqadi. 2025-yil 9-yanvar. Ovoz, silkish va tushunish. Nurg'un narsani anglaymiz. Gap so'zni, varang-churangni, shavqin-suranni, yig'i-kulkini, shundaqla naqshin muzikani. Ba'zi ovozlarni anglab nimaligini tushunamiz. Ba'zi gap so'zlarni nima chiqdim anglasak tushunmaymiz. Ammo men nemishqidir, ba'zi naqshlarning tekstini osonlik tushunib ketolmayman. O'smirlik chog'larimda mingdan birini aytsam deb aytilgan Otishning dangliq do'st qinim nomli naqshini damoqli tushunolmagan edim.
Bostonga eng kelgan chig'imda bir kuni kechada ishdan qaytib, yatqinga yaqin yerdagi naqshi muzika klubining oldida qator turgan qartallik kishilarni ko'rib, bularning naqshi muzikasini anglab baqaychu deb klubga kirib, qayg'ub qolgan edim. Chunki qartallik naqshchi naqsh tovlatib, silkajinim silka degan so'zni takrorlaganda butun klub tavrinib ketadi. Bu nima shundoq degandek qiziqib, menga o'xshash chatda o'yin ko'rib turgan bolaning sababini so'rasam, u pixildab kulib ketib, "Yo'q, Didak Izora filmidagi Yanvariyadek semiz bir qartallik ayolning dunyoni unutib o'zini rosa silib disko o'ynayotganini ko'z tutib qo'ygan edi. Uni ko'rib men kulib ketgan edim. Bu tasvir shunqar nomli chatma yozmamdimi ba. Demak, men u naqshning tekstini ko'z oldimga ishga bog'lab, boshqalardan so'rab, ondan tushungan edim. Prezident Trump bu qitim o'zining alayda naqshini to'g'layotdi. Uning Amerikalı emas, dunyoning boshqa yerlarini silkiyotganligi rost. Nurg'un odamlarning andish cho'kayotgani, qaymog'ayotgani rost. Hozircha uning naqshini tushunishga urinish sal baldurlik qiladi. 2025-yili 6 fevral. Can bo'lsa jahon, ash bo'lsa qozon. Can bo'lsa jahon, ash bo'lsa qozon degan bu maqoldan ajdodlarimiz yig'inchoqlagan bundoq farosat javharlarni es qilg'ili bo'ladi. Sen bo'lg'achqil dunyo mavjud deganini bildiradigan bo'lib, uni faylasuf Rene Descartes'ning Cogito ergo sum, men tafakkur qiladig'anim uchun mavjud degan so'zi bilan qeyrindosh deyishga bo'ladi. Chunki sen hayot bo'lmasang, nima kerak balki dunyoning sana. U yana hayotda muayyan elastiklikka ega bo'lishning muhimligini tushuntirdi. Bu malga kelsin, jonga kelmasin degan so'zga o'xshash bo'lib, savdo tijoratda ma'lum yo'qotishga, hayot qismatda ma'lum o'ng'ishlik duch kelganda uni qabul qilishni bilish, urib zarlab ketmaslikni ham ishorat qiladi. Kelajakka nisbatan umidvor bo'lishga, tirishli yo'qotganning ko'pni topqili, hayotdagi qahramondan illiq yozg'i chiqqili bo'lganligi haqida da'vat qiladi. Tirikchilik uchun pul kerak, buning uchun tirishish kerak. Boylik to'plash uchun pam kerak va ba'zi tavakkul qilish kerak. Ammo tavakkul qilgani xatarni cho'qim o'ylash kerak. Masalan, men ma'lum bir yerda alomatsiz beyg'ili bo'ladi ekan, ammo u yerda kasal bo'lib o'lib ketish ehtimolligi yuqori ekan deb anglasam va anglaganlarim rost bo'lsa, qaynoq suv ichib hozirgi kunimga shukr qilib o'ltirmanki, o xil tavakkulchilikni qilmayman hargiz. 2025-yil 8 fevral. Nam tilab bo'lsin baqalamdi. O'smir chaqlarım edi. Yazliq ta'tilda Atishning yezisidagi uyimizga qaytib kelgan edik. Qo'ylida aptab sunib o'ltiratdik. Darvozaning qiyiqilgani anglandi. Tag'am ikkimiz eshik oldiga chiqdik. Egiz boy burtni xattartgan, oq shapaq to'pi kiyib olgan bir yigit keyiniga xurjini isilgan velosipedni to'xtatib qo'yib kulib turardi. "To'y qilmoqchi ekansan-da" deb so'radi tag'am yigitga qarab. "Ha, shu to'y qilmoqchidim." Tag'am man qarab buyurdi. Aqnandan ikkini ilib chiqib. Yigit manni ilib rahmat aytib xurjinga silib velosipedga minib ketdi. U ketgandan keyin men tag'amdan uning gapining ma'nosini so'radim. "Avo tag'larning keyinida bu yerdan uzoq bir yerda bir yurt bor. U yerda o'g'illar to'y qilish yeshigi yetganida cho'qim yurt atlab non tilab kelmasa, ular qiz bermaydi ekan. Shuning qizning ota-onasi non tilab bo'lsa qizini baqalgan, keyin oyisi baqalay deb qaraydi ekan. Shuning bu yigitga ishlar har yilgidek bu yerga kelib turdi." Ayni chaqda bu anglaganlarim odatga aylanib ketgan bu ish menga bakla g'alli tuyulib bearam qilgan edi. Keyin cho'ng bo'lib jahon ko'rib tushundimki, jahon qattiq chaqlarda odamlar yashash uchun har xil ishlarni qilishga majbur bo'ladi ekan. Shuning bilan har xil usullar ijod qilinib, odatlar shakllanib, normal sharoit qabul qilib bo'lmaydigan narsalar normallashib ketadi ekan. Bir qarmoqqa hayotni yashamak haqiqatan tas deysan, ammo cho'nqur o'ylasang, kimning qanday sharoitda yashab qilishi qarab, masalan, talq qilsang, ishlarning sababini tushunasan. Shunga eng cho'ng yo'qsizlik jahonning torligi. Tar dunyoda kishilar normal yashashga amalsiz qoladi. 2025-yil 19 fevral. Chorak. Tilimizda chorak so'zi ma'lum narsaning 4/1 ifodalaydigan bo'lib, o miqdor jihatdan parcha holatni bildiradi. Men bu so'zni cho'nqur ma'no bor deb qarayman. Alayli Qashqarning choraklarini qanchalik yaxshi ko'rganimni meni bildiganlar obdan biladi. Yaqinlarimning chorak so'zlarini sevganligimni yaqinlarimning yuragi bak tuydi. Az uchraydigan narsaning qimmat bo'lganligi aqlga ayon. Lag'man az berilganda yana ba'mudi degingiz keladi. Yaxshi so'z joyida meg'zil qilingancha ko'proq bo'lsa deb o'ylaysiz. Kishilik munosabatda hurmat va ishonch asosida muomala qilish, ammo bak cho'nqur sirdishib ketmaslik odamning ko'ngliga huzur beradi. Asalni yavasi aman tetmaslik uchun uni chorakli yeyish kerak. Shunda uning haqiqiy ta'min tetiqili bo'ladi. Nurg'un isrofchilikning oldini olg'ili bo'ladi.
Moddiy narsalarga cho'qinish yamrab ketayotgan bu dunyoda hamma ishni oz va soz qilishning, ya'ni iste'molnimi, munosabatnimi, xam xiyolnimi va obro'parastliknimi chorak miqdorda qilishning hikmati cho'nqurdir. Chorak usuli u bir xil oqilona tanlash. Chorak so'zi u bir ogohlantirish. Choraklab berish u qimmatni oshiradigan ish. Choraklab munosabat qilish u ichki tanqidni yaratadigan tadbir. Balkim shu sababdan chorak bozorshunoslikda ko'milib qolgan eng yaxshi marka. 2025-yili 2-aprel. Diqqat. Vaqt intayinsiz o'tib ketadi. 40 yoshga kirib qolsan birdamda, 50 yosh olishib keladi. Uqmay qolsan hatto 70 ga qandoq kelganingni. Agar shunchalik yashash nisb bo'lsa. Diqqat. Ömür haqiqatan tez o'tib ketadi. Bo'lmaydigan ishlarni ko'p o'ylama. Qilishga tegishlikni qoldirma. Bak cho'ng'i esilma. Boshqalar ham bak havas qilma. Qancha oddiy bo'lsang go'zalsan, qancha yenik yashasang rohatliksan, ammo o'rinli qilib o'ltirolma. O'ylan, o'ylab tirishib yasha. Kichik hisobotlaring bo'lsin har zaman. Maqsadlaring uchun tirish har kuni. Ammo taratquda ko'z qilma. Egilik tikiluvchilar buning sirtida. Diqqat. Ömür tez xo'rab ketadi. Har bir kunni qadrlab yasha. 2025-yili 8-may tugadi.